Assalomu alaykum. Demak, biz endi SMS'ni sozlab oldik. O'sha bemorimizga SMS yuborish ko'rib chiqamiz. Aziz bergan doktorga bugun 15 dekabr bo'lsa, ertagalikka yoki 17-kunga biz rejalashtirib qo'yyapmiz. 17 dekabrga. 17 dekabr kuni unga Mutazimga ishlaydi soat nechiga? 10 ga rejalashtiryapman. Taxminan 1 soat bo'ladi. Implant qo'yamiz. Implant qilamiz. Mana yoqdik. Mes qo'ydim. Tanlayman. Endi bu 17 dekabrga rejalashtirdim. Kun oldinni bossam, hammasi o'zgarib qoladi. Sanasi. Endi mana 16-kuni soat nechida ertalab yoki bo'lmasam kechki 6da eslatib qo'ysin. Ertagalikka 17-sanada soat 10 ga kelishligini deb belgilab qo'ydim. 16-kuni 18:00 ga. Biriktirsam 16-kuni olib borsam 16-kuni soat 6da unga eslatadi. Shuhrat Matazimov, siz 17 dekabr kuni soat 10da Dentalsoft klinikasiga tashrif buyuring. Azizbek doktor qabulida deb yozgan shablonimiz boradi. Shunaqa qilib ishlataveramiz. Tahlil qilsak bo'ladi. Shunaqa qilib SMS yuborish mumkin.